Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa efendim Yaponiya va Amerikadagi xizmat ziyoratlarini oxirlashtirib, 13 dekabr kechda Germaniyaning Myunxen shahriga qaytib keldi. Dolqun Aysa efendimni qurultayning markaziga bir qism rahbarlari Myunxen aerodromiga chiqib qizg'inlik bilan kutib oldi. Aerodromdan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqun Aysa efendim Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqiga asosan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida ilib berilgan faoliyatlarning unumi va ahamiyati haqida qisqacha to'xtalib mundaq dedi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Avstraliyadagi safardan keyin Belgiyaga berish uchun markazga qaytib, Onundan keyin Yaponiya ve Amerika'da seferler bulup hazır qaytib keldik. Bu münasebet bilen şu 12. ayının 9. günüsü Dünya Kurultayı başlık bütün Şarkı Türkistan teşkilatlarının ortak güç çıkarışı, halkımızın ortak güç çıkarışı bilen Uygur Sot tarafından Şarkı Türkistan'da buluvatkan zulümünü, erkek kırgınçılığı, insaniyet karşı cinayet dep ilan kılan deyin 12. ayının 9. günü Uygur erkek kırgınçılık günü jakalıgan bunun birinci yıllığı münasebeti bilen dünyanın nurgun devletlerde, nurgun şehirlerde teşkilatlarımız, vatanperver insanlarımız ve şundakla Uygur dostları, parlament azaları, mütehassisler, aktivistler bu günde okşamagan şekillerde bu günü hatırlaş, bu gün arkalık dünyanın dikkatini yeni bir katım aziz milletimizge buluvatkan erkek kırgınçılık tatış için nurgun hareketlerini epadi bu münasebetlen ben Dünya Kurultayı'nın reisi bütün Dünya Kurultayı rehberlerine vakaleten bu faaliyetlerde aktif iştirak kılan çetellik dostlarımızga ve şundakla bu sokak bolup mu Avrupa taraflardan naiti hava soğuk gitti. Nölün töben şarayitlarda, karılarda muşu günü hatırlayıp her xil şekildeki namayişlerini, her xil faaliyetlerini ipbagan bütün yurttaşlarımızga, teşkilat rehberlerimizge alaydı yani bir katım rahmet eytimen. Biz Amerika'daki ziyaretimiz cereyanının üzüdümü bu günü Amerika siyasetçilerine, Amerika'daki devlet erbaplarına ve oradaki bizlerle hemkarlaşkan halkara teşkilatlarına bu mesele hakkında müzakerelerini yapırış, bu erkek kırgınçılığına devam etken erkek kırgınçılığını toxtuş için Amerikan Taşkı İşler Ministerlikleri olsun, Kongres azaları olsun, ularla ayrı ayrı görüşüş, meselemizi anlatış ve Amerika'da çıkan kanunlarını icra kılış, tekimi ciddi şekilde icra kılış meseleleri hakkında naiti köp yığıllarımız, söhbetlerimiz oldu, taleplerimizin otur koyduk. Şundan birge bu Amerika ziyaretimiz cereyanda Uygur Akademimiz tarafından orlaştırılgan muşu erkek kırgınçılıkның bir parçası bulup devam kıvatkan Uygur medeniyetini kandak saklap kılış degan temideki halkaralık yığınğımı katlaşıp bu dünyanın her kaysi jaylarından kelgen muallimlerimizden, ziyalılarımızdan, faaliyetçilerimizden, ustazlarımızdan bir araya kelip aldığımız küllerdeki faaliyetlerimizi tekrar güçlendirişten kadem basışları hakkında müzakere kılış imkaniyetimiz oldu. Şu hazır Münih'e qaytib keldik. Bir qancha haftalık seferden keyin bir yerden bütün yurttaşlarımızga, bütün teşkilat rehberlerimizge bu çağrımızga avaz koşkan bütün vatanperverlerge yani bir qatim rahmet eytimen. Xitayning davlat raisi Xi Jinpingning 7 dekabrdan 10 dekabrgacha Saudiya Arabistonga elib borgan ziyorati kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan. 8 noyabr kuni muhojirat faoliyat ilib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi 52 Uyg'ur tashkiloti birlashim chaqiriq e'lon qilib, musulmon davlatlari rahbarlarini va xalqaro tashkilotlarni Xi Jinpingning Saudiya Arabiston ziyorati mezgilida Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiyliklarni qattiq ayblashga hamda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga xotim berishga chaqirgan. Shundaqli Saudiya Arabistonda tutib turilayotgan 4 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarishning xalqaro ahdinomalarga xiloflik qilganlik bo'lganligini eskartgan edi. Xi Jinpingning bu qitimqi Saudiya Arabiston ziyorati Xitoy bilan uning eng asosli ittifoqdoshlarining biri bo'lgan Iran o'rtasida og'ir darajadagi diplomatik surkilishga sabab bo'ldi.
Chunki Xitoy bilan Qo'ltiq dengizi davlatlari hamkorlik birligi tarafidan 10 dekabr e'lon qilingan birlashma bayonotda uzun yillardan buyon Iran bilan Arab birlashma xalifaligi o'rtasida talash tortish yuz berayotgan va hozir Iranning kontroli ostidagi 3 orolning Arab birlashma xalifaligining ayrilmas partiyasi ekanligi ta'kidlangan bo'lib, bu birlashma bayonot Iran tarafining qattiq noroziligini qo'zg'adi. Shu kuni Iran Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Tehrondagi bosh elchisini chaqirtib, Xitoy tarafining bu bayonotga imzo qo'yganligiga qattiq norozilik bildirdi va Xitoyni Iranning zamin butunligiga hurmatsizlik qilish bilan aybladi. Bu Iranning tunji qitim Xitoyning bosh elchisini Tashqi ishlar ministrligiga chaqirtib norozilik bildirishi va uzun yillardan buyon Iran bilan Xitoy o'rtasida yuz bergan eng jiddiy diplomatik krizdan iborat. Iran bo'lsa BDTda Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini izchil turda aqlab kelgan va Uyg'ur masalasining Xitoyning ishki ish ekanligini ta'kidlab kelgan davlatlar biri bo'lib, bu sababdan Iran Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining noroziligiga uchrab kelgan edi. Shuning uchun bu qitim Xitoy bilan Iran o'rtasida yuz bergan diplomatik krizis kuzatuvchilarining kuchli diqqatini qo'zg'agan masalalarning biri bo'ldi. Undaqda Xi Jinpingning bu qitimki Saudiya Arabiston ziyaratining tub maqsadi nima? Xitoy taraf nima uchun Bahrayn, Kuvayt, Oman, Qatar, Saudiya Arabiston va Arab birlashma xalifaligidan tarkib topgan Qo'ltiq dengizi davlatlari hamkorlik birligi bilan bo'lgan munosabatlarni deb o'zining O'rta Sharqdagi eng zo'r ittifoqdoshi Ironni ranjitishdan bosh tortmadi. Bu munosabat bilan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi va strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim o'zining bu vaqtdagi qarashlarini o'tirib qo'yib mundaq dedi. Xitoy Saudiya Arabiston munosabati 1990'lardan keyin başlagan. Yani diplomasi münasebetler. Ama hazırki paytda biraz xalqaroniki temponluklar, siyasi temponluklar o'zgargan bir paytda, yani Amerikanınki O'rta Sharqdagi ta'sir kuchini ajizlashishi va bu g'arb davlatlarininki bismidan qutulish uchun va shundaqla Saudiya Arabistonninki 2030 vizyon degan bir planni amallashtirish uchun Xitoyga yaqinlashishga boshladi. Yani bu yakınlaşış yalnızla nefis yetişle emas. Şundaqla jeopolitik cette, yani Amerika'nın besimiga karşı Xitoy bilan yakınlaşış bilan taqabul kuchini kuchlantirish. Hem de bu Saudiya Arabistonninki 2030 vizyon planini amallashtirish uchun Xitoydan mablag' va Xitoydan texnologiyaga ehtiyoj bor. Bu munosabatlarni amallashtirish uchun bu 30 milyar etrafta bo'lgan bir ticari kelishim bo'ldi. 30 necha xil sohalarda o'rtaq tijorat qiladigan bir qarorni bergan bo'ldi. Saudiya Arabiston yolg'iz peshg'ala emas, uningki sherik va hamkorlik davlatlar bor. Bu davlatlar bilan, yani Arab davlatlar bilan birlikda Xitoy bilan bu munosabatni kuchlantirish başka bir maqsadi bo'lsa, Saudiya Arabiston shu O'rta Sharqda liderlik o'rnini, salohiyatini ilishga tirishyapti. Xitoy ma ochiq gapni dedi, bu Saudiya Arabistonni bu jihatda qo'llaydiganligini tilga olgan bo'ldi. Ammo O'rta Sharq nihoyatda murakkab bir yer. Bu tarixda shundoq, bugun shundoq. O'rta Sharqda yolg'izlar Saudiya Arabiston emas, yani başka güçleme var. Misalga İran, misalga Türkiye ve İsrail. Şununla Saudiya Arabistan'ınki bu Türkiye bilan bo'lgan munosabati, İsrail bilan bo'lgan munosabati ve İran bilan bo'lgan munosabatlarininki bu tamponlikni Xitoy qandaq bir yerda o'ngshaydi meselesi var. Yani Saudiyalar bilan yaqinlashgan vaqtida belki başka haber sangan rayon karakterli güçlerini rencide qilib qo'ydigan ahvol bor. Misalga bu da İran uch qashqar o'zininki noroziligini Xitoyga bildirgan bo'ldi. Bo'lmasa Iran Xitoy munosabatimi yaqindi. Hamda Xitoy bu rayonda bu kuchlarni qanday tamponlik ostida ilib berishi Xitoyninki aqlparastligiga bog'langan bir ahvol. Ama Xitoy chetdan degan chog'da Amerika taqabul turish uchun bu O'rta Sharqdagi davlatlarninki qo'llashiga ehtiyoj bor. Bu rayonning Xitoyning bir bozoriga aylanishininki o'yi bor. Va shundaqla o'zininki texmi kuchli bo'lishi bilan birlikda Xitoyninki
planlayotgan, yani 2035'ga borgan chaqda dunyoning eng cho'ng davlati bilan teng baravar bo'lishi va 2049'da Cihangir davlat bo'lishininki strategiyasini amallashtirish uchun Asiyodagi nurg'un davlatlar Xitoyni qo'llashga to'g'ri keldi. Shuningga bu munosabatlar yolg'izla bir diplomasiya, tijoriy, energiya masala emas, geopolitik jihatda va Xitoyninki İpek yo'lininki amallashishi bilan zich munosabati bor. Yaqında Facebook qatarlıq ijtimoiy aloqa vositalarida keng tarqalgan va Xitoyning virusning oldini olish degani bahona qilib, Uyg'ur dehqonlarini bir-biri bilan Xitoyning an'anaviy qoidasi bo'yicha salomlashishga qistayotganligiga doir qisqa videolik ko'rinishlar chet ellardagi Uyg'urlarning qattiq g'azabini qo'zg'adi. Bu haqdagi videolardan birida Aqtu noyisi, Pilal yezisi, Aqtu kentiga oid bir tashviqot ko'rsatilgan bo'lib, uningda hozir virusdan mudofialanish uchun Uyg'urlarning qoidasi bo'yicha qo'l elishib ko'rishmay, Iroqdan ikki qo'lni juplab yoki bir qo'lni olqini taraf Xitoycha salomlash kerakligi tashviq qilingan. Videoda bir Uyg'ur kishi bir Xitoyning oldiga kelib ko'rish uchun qo'lini sunudi. Xitoy darhol to'xtab, "Hozir bundaq ko'rishmaymiz, bundaq ko'rishimiz" deb ikki qo'lni juplab Xitoycha salomlashni ko'rsatdi. Buni o'rgangan kishi boshqa Uyg'urlarga ham Xitoycha salomlashni o'rgatdi. Videoda bular yuqumdan saqlanishning o'zi sog'lomlik tarqatish deb tashviq qilingan. Erkin Asiya Radiosi Uyg'ur bölümünün 2017-yılı 6-cı ay ve 8-cı ayda egilgen uçurlarda Aqtu nayisining Pilal yezida minglagan odamning atalmış yepik tarbiyalash markaziga elib ketilganligi, diniy zotlarning asosan solanganligi va omma o'rtasida sazoy qilinganligi ma'lum bo'lgan edi. Aradan 5 yil o'tganda mazkur joyda milliy urf-odat, axloq tarbiyasi elib borgan kishilarning qolmaganligi faraz qilinmoqda. Bakalım görüşmeyle. Ağzımda görüşmeyle. Yaşlı olmak. Amerika bilan Xitoyning texnik sohasidagi surkilishi kundan-kunga kuchaygan bo'lib, Amerikaning Xitoyga yerim o'tkazgich mahsulot yasaydigan uskunlarni setishni cheklash tadbiri Xitoyni jiddiylashtirib qo'ygan. Reuters agentligining 13-dekabr kundagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumati Yaponiya va Gollandiya bilan kengashib, Xitoyga yerim o'tkazgich mahsulot ishlab chiqaradigan zavod uskunlarini eksport qilishga cheklama qo'ymoqchi bo'lgan. Xitoy buningga qarshi chiqib, Dünya Savdo Tashkiloti orqali Amerikaning bu cheklash tadbirini bekor qilishga urinmoqda ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy yerim o'tkazgich mahsuloti bo'lgan o'zak ishlab chiqarishga 143 milliard dollardan ko'p mablag' solmoqchi bo'lgan. Halbuki Biden hukumati bu yil 10-oyda e'lon qilgan cheklama tadbirlariga asosan Xitoyning dunyodagi har qanday o'zak zavodlari bilan bo'lgan aloqasini uzib tashlash orqali Xitoyning harbiy texnik taraqqiyotini cheklamoqchi bo'lgan. Amerika davlat xavfsizlik maslahatchisi Jack Sullivanning Reuters agentligiga bildirishicha, Yaponiya bilan Gollandiya Amerikaning yuqori texnikalik mahsulotlarni eksport qilishga yetakchilik qilishini prinsip jihatdan qo'llagan. Amerika pat orada o'z ittifoqdoshlari bilan kelishim tuzib, o'zak yasash uskunlarini Xitoyga eksport qilishni keng doiralik cheklaydi ekan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.